Organizmdagi kasalliklar zamirida yillar davomida organizmda to'planib qolgan har xil zararli moddalar hisobiga boshlanadi. 40-50 yoshga kelgan vaqtda ko'p odamlarda kasalliklarga nisbatan toksinlar to'planib qoladi. Buning natijasida bo'g'imlardagi og'riqlar, bosh og'riqlari, yurak qon tomir sistemasidagi o'zgarishlar, qandli diabet belgilari rivojlana boshlaydi. Kasalliklardan forig' bo'lish uchun esa birinchi navbatda organizmni har xil yo'llar bilan toksinlar va zararli birikmalardan tozalash kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda bu parhezga rioya qilish kerak. Davoli ochiqish seanslarini o'tkazish va turli xil tabiiy muolajalar buning yaxshi samara beradi. Yuqoridagi aytilgan muolajalar, jumladan ochiqish o'tkazish, tabiiy yo'llar bilan tozalash o'tkazish uchun bizning Maomed klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin.